Bismillahirrahmanirrahim. Yaqinroq kelib olamiz sizga. Aka. Tog'ajon. Tog'ajon. O'sha kunning safaringizni birinchi navbatda ibodat turadi. Ikkinchi navbatda ziyorat, uchinchisida sayohat. Eng oxiri bozor uchun. Hammasi bo'ladi. Oxirida Makkaga borganda Makka mukarramada Taqiya degan bozor. Xuddi o'z Qirg'izistondagi Qorasuv bozoriga o'xshaydi. O'zbekistonliklar ham ko'pchilik o'tadi-yu. Ash oxiri qilinadi. Unga doir hijolat bo'lmaylar. Oxiri bozorga olib boriladi. Bozordan hamma yo'q osh oladigan narsalar olarasizlar. Unga doir mo birinchi ibodatni, ziyoratlarni mukammal bu holatda qilaylik. Ba'zi birlarida hech achchiqliklar kelmasin. Ha? Kelmaydi. Ha, Alloh yo'lida ibodat qilyapmizmi, ziyorat qilyapmizmi? Sabr qilaylik, chidaylik. To'g'rimi? Hozir bu yerga sizlar olib kelishligimizdan asosiy maqsad mana bu ko'rib turgan masjid. Shu masjid haqida qisqacha bir ma'lumot beraman. Bu masjidning ismi Masjidul G'amoma. G'amoma degani qora bulut degani. Arablar qora bulutlar yomg'ir yoqqan Dog'iston olib keladi-yu. Qora bulutni G'amoma deb. Nima uchun bu masjidni G'amoma masjidiga ismlanib qoldi? Nima sabab bo'ldi bunga? Esa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam guvohchilik bo'lsa, istisqo degan namoz bor. Alloh taolodan yomg'ir so'rab o'qiladigan namoz bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida yer ochiq, keng maydon bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom sahoba ikromlar bilan chiqib, yomg'ir kerak bo'ladigan bo'lsa, ayni shu joyda istisqo namozini o'qigan. Yoshlar istisqo namozi sahoba ikromlar. Payg'ambar alayhissalom o'qimasdan shu joyda o'qigan. Payg'ambar alayhissalom qachonki istisqo namoziga turib, namozni o'qib Alloh taologa duo qilgan paytda hali duosi tugamasdan turib, qora bulut qoplardi. Qora bulut qoplab, yomg'ir yog'ishni boshladi. Yomg'ir yog'ishni boshladi. Shuning uchun yerda G'amoma masjidi, qora bulut masjidi deb. Endi bu masjid fazilati nima? Fazilat, ulamolar aytadi. Rasululloh sallam shu yerda sahoba ikromlar bilan istisqo namozini o'qib, duo qilib, duolar ijobat bo'lib, yomg'ir yog'dimi? Demak, siz bilan bizlar shu joyga ikki rakatdan namoz o'qib, Alloh taoloning o'ziga bog'lanib duo qiladigan bo'lsa, duo ijobat bo'ladi. Bilan bundan tashqari bu yerda istisqo namozidan tashqari hayit namozini ham shu yerda o'qiganlar. Bor hayiti Ramazon hayitiga bu joyda o'qilgan. Bilanmi? Joyda. Bundan tashqari Habasistonda podshohi bo'lgan. Najjoshiydi. Ko'rsatlammi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p yordam bergan, hijrat qilib borgan musulmonlarga yordam bergan adolatli Najjoshiy degan bir podshoh bo'lgan. Shu Najjoshiy Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rmasdan iymon keltirdi. Rasululloh ko'rmagan. Ko'rmasdan iymon keltirgan. Qachonki Najjoshiyni vafot topganligini xabari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelgan paytlarida shu joyda turib Najoshiyga Habasiston podshohi Najoshiyga g'oyibona janoza namozini o'qidi. Janoza namozini. Fazilati shu. Narigi masjid haqida xabar berib qo'ying. Endi bu masjid qurilishi, qurilishlar qachon qurildi? Umar roziyallohu anhuga nabiralari bo'lgan. Umar ibn Abdul Aziz deb eng adolatli xalifalardan biri. 2,5 yil xalifalik qilgan. Shunaqa adolatli bo'lgan ekanki, adolat yuzidan dollarni qo'lga soldirib, bog'larga, adirlardagi qushlarga ham don sektiradi. Nimaga qushlar o'zi uchib kelib turib, yem yevasa bo'lmaydimi, donini yevasa bo'lmaydimi desa, yo'q, o'ylagan ekanki, ularni orasida ham jonlilar kasallari bor. Ko'p uzoqqa jonlilar deb. Abi bayanlar yemaydi mi? Alloh taolodan qo'rqib, ular haqida ham so'ralaman. Adir tog'larga ham don sektirdi. Shunaqa adolatli bo'lganligidan 2,5 yillik ichida
Alloh taolo shunaqa barakot bergan. Oilalar zakot beraylik, zakotni oladigan kambag'al miskinlar bormi desa, kambag'al miskinlar topolmaydi. Bilasizmi? Umar ibn Abdulaziz davrida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam joyda namoz o'qiganlar, hayit namozi, istisqo namozi o'qiganlar deb turib, davrda bo'lingan. Undan keyingi davrlarda o'nlab qilganlar. Lekin asli qilishni boshlanishi Umar ibn Abdulaziz davri 2-sanani 2-asrda. Narigi masjid Abu Bakr roziyallohu anhu masjidi. Bu ham tarixi qadimiy tarix, eski masjidlardan. Nimaga Abu Bakr masjidi deb isimlandi? Qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu halifa bo'lgan. Abu Bakr masjidi. Eng kerakli narsa kirib qolsa, borib turib nabiralaringlarga shular ziyorat qilgan odamlarga shularni aytib bersanglar shundan foyda ekan. Ma'naviyati oshadi, hayotiga ma'no azmun kiradi, ma'rifati oshadi. Kerakli narsalar. Kelganda ham ular uchun ma'lumot bo'ladi. Ha, opoqi katabini aytib bergan ekanda deb bir ma'lumot bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Abu Bakr masjidi roziyallohu anhu xalifalik davrida Rasululloh bu yerda hayit namozi istisqo namozi o'qiladi deb otmoq qildim. Abu Bakr roziyallohu anhu joyda